الكلام يشاطرني المحبة والهيام وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Barliq hamd sanolar olamlarning parvardigori Alloh taologa xosdir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, oila a'zolariga, sahobalarga va u zotga go'zal axloq bilan ergashgan barliq mu'min musulmon qarindoshlarga Allohning salomi va barakati bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz mu'min musulmon qarindoshlar, mana muborak Ramazonda sizlar bilan didor ko'rishib turganimdan nihoyatda mamnunman. Aziz qarindoshlar, bugungi darsimiz bo'lsa Ramazon oyining fazilati haqida bo'ladi. Ramazon oyining ta'rifini qancha qilsak ozlik qiladi. Bu shundoq ulug' muborak bir oydirki, bu oyda Alloh taolaning rahmati yig'ilib turadigan, fazli karami, barakati yig'ilib turadigan, mu'min musulmonlarning gunohlari afu qilinadigan shundoq ulug' oydir. Bu oyning qadr qimmatiga yetishimiz lozim. Alloh taolo mana bu Ramazon ro'zasi haqida, mana bu Ramazon oyi haqida Qur'oni Karimdagi Baqara surasining 183-oyatida mundaq deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ey iman keltirgan mu'minlar dedim. Kutiba alaykumus siyam. Sizlarga Ramazon ro'zasi farz qilindi. Kama kutiba alallazina min qablikum. Sizlardan oldingi ummatlarga farz qilinganidek, ey Muhammad alayhisalomning ummati, sizlarga ham Ramazon ro'zasi farz qilindi dedi. Ya'ni bu Ramazon ibodati ta Adam alayhisalomdan tortib ta qiyomatgacha davom qilayotgan mana shundoq oliy, go'zal bir ibodatlarning biri. İnsanlarını tavlaydigan, insanını çeynektiradigan, sabrga, hamma narsaga o'rgatadigan va tutgan, ro'zini tutgan insonning gunohlari afu qilinadigan, Allohning rahmatiga, mag'firatiga erishadigan mana shundoq cho'ng, nihoyatimi buyuk ta'rifini qilishga insonning tili ojizlik qiladigan shundoq oliy bir ibodatning birisidir aziz qarindoshlar. Yani ayyaman ma'dudat. Bu Ramazon ro'zasi ömür bo'yi emas, balki sanoqli kunlardir dedim. Bu farz qilingan ro'za sanoqli kunlardan iboratdir dedim. Yani bir ay, mana shu Ramazon oyida mana bu ro'zani tutamiz. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar dedim. Yani sizlardan kimki kasal yoki safar ustida bo'lib, ro'za tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlarini, yana qazosini boshqa kunlarda tutsin dedi. Ramazon oyi kelib qoldi,
kasal bo'lib qoldi. Nihoyatda qattiq ig'ir kasal bo'lib qoldi. Yoki safar ustida bo'lib qoldi. Mana shundaq bo'ladigan bo'lsa, kasallikdan saqaygandan keyin yoki safardan qaytib kelgandan keyin mana shu Ramazon ro'zasini kunga kun tutib olsin dedi. Va alallazina yutiqunahu dedi. Ro'zini aran tutadigan kishilar dedi. Ya'ni qerilik yoki ojizlik sababidan mashaqqat bilan aran tutadigan kishilar tutmaydigan bo'lsa, kunligi uchun fafidiyatu ta'amu miskin. Kunligi uchun bir miskin to'yg'idek tamoq fidya berishi lozim dedi. Kimki fidyani belgilangan miqdordan ortiq bersa, ya'ni bir insonning to'yishi uchun normalda 10 ko'y yoki 15 ko'y ketadigan bo'lsa, bu inson ko'proq beradigan bo'lsa, 20 ko'y yoki 30 ko'y beradigan bo'lsa, har bir kunligi uchun bu o'zi uchun yaxshidir dedi. Masalan, normal bir tamoq 10 ko'y bo'ladigan bo'lsa, 5 ko'yga ham tamoq ba, 5 ko'ydan bersak ham bo'ladi deb bundaq emas. Eng yaxshisini, eng olisini haqiqiy to'yg'idek qilib beradigan bo'lsa dedi. Bu u insonning o'zi uchun yaxshidir. Yana bu yerda bexillik qilmaslik kerak aziz qarindoshlar. 5 ko'yga ham tamoq va 2 ko'yga ham tamoq va emas, tamoqning eng yaxshisini haqiqiy o'tirib non choy bilan ana shu lag'man polov bilan bir inson nech pulga to'yadigan bo'lsa, shuni ortig'i bilan beradigan bo'lsa, bu bergan insonning o'zi uchun yaxshidir dedi. Va antasumu khayrul lakum dedi. In kuntum ta'lamun. Agar bilsanglar ro'za tutish sizlar uchun eg'iz echish, eg'iz ochiq yurishdan va fidya berishdan yaxshidir dedi. Agar ro'za tutishga imkon bo'ladigan bo'lsa, tutmasdan, yurmasdan, fidya berib yurmasdan, ro'za tutganligi sizlar tutishinglar sizlar uchun yaxshidir dedi. Masalan, mana bir yosh inson kasal bo'lib qoldi. Men tutolmadim, endi buning fidyasini beraman desa, buningga ruxsat yo'q aziz qarindoshlar. Masalan, bir inson nihoyatda qerib ketgan, yeshi bir yaga berib qolgan, cho'ng onalarimiz, cho'ng dadalarimiz mana shundaq insonlarningki, mana bu Ramazon chiqqandan keyin ham soppa sog'lom bo'lib, nim bo'lib ketishi amri mahal, mumkin bo'lmaydigan ishlarning birisi. Mana bu insonlar fidya berish kerak. Ammo yosh inson mana shu Ramazon kelganda kasal bo'lib qoladigan bo'lsa, kasallikdan saqaygandan keyin qachon saqaysa, 1 yildan keyin saqayamdi, 1 oydan keyin saqayamdi, 2-3 oydan keyin saqayamdi. Mana bu saqaygandan keyin mana bu tutanmagan ro'zasini tutib berish kerak. Ammo cho'ng onlarimiz, cho'ng dadlarimiz quvvatdan qolgan, kuch-qudratga ega emas, aran turib qopadigan, tamoqini aran yeydigan mana bundaq insonlar uchun fidya beriladi aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bu muborak Ramazonni Alloh taolo hammamiz uchun xayrli qilsin. Mana bu Ramazonga yetkazgan Alloh taolaga hamd va sanolar bo'lsin aziz qarindoshlar. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام dedi. فإنه لي وأنا أجزي به dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar alayhisalom mundaq dedi aziz qarindoshlar. Ya'ni bu hadisi qudusi bo'lib Alloh taolo mundaq dedi bu hadisda. Kullu amali ibn Adam lahu illa siyam. Adam balasining har bir amali o'zi uchundir dedi. Namoz o'qimdi, zakot beramdi, ro'za tutamdi, sadaqa qilamdi, yaxshilik qilamdi, nafl toat ibodat qilamdi, barliq amallari u insonning o'zi uchun foydali. Mana bu qilayotgan toat ibodatlarimizning Alloh taolaga hech qanday foydasi yo'q. Vaholanki siz bizlarni Alloh taolo faqat toat ibodat uchun yaratdi. Cümleden Bismillahirrahmanirrahim ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun.
men jin va insonlarni faqat menga ibodat qilishi uchun yaratdim dedi. Ammo bizning qilgan itoat ibodatimizdan Alloh taologa hech qanday foyda manfaat yo'q. Bu faqat o'zimiz uchun foydali aziz qarindoshlar. Siz bizlarni yaratdi va yaratganlik uchun ma'lum bir ibodatlar bilan sizni bizlarni mukallaf qildi Alloh taolo. Shuning uchun bu ibodatlarni qilishimiz lozim toki Alloh taolaning roziligiga erishmog'imiz uchun aziz qarindoshlar. Shuning uchun Alloh taolo aytadi ekanki, odam bolasining barliq qilgan amallari o'zi uchundir dedi. Illa siyam dedi. Faqat roza uning uchun emas, roza men uchundir dedi. Yana bu yerda Ramazon rozasining nihoyatimi ulug' ekanligi, bakmi katta ibodatlarning biri ekanligidan dalolat beradi. Shuning uchun barliq qilgan amallarimizga Alloh taolo farishtalarni muakkal qilib qo'ygan. Mana bu bandam qilgan yaxshiliklarni ham yozgan, qilgan gunoh ishlarni ham yozgan deb farishtalarni muakkal qilib qo'ygan. Ammo Ramazon oyi kelganda Alloh taolo mana bu farishtalarga bo'ldi sening ishing tugadi. Bu yo'g'i bo'lsa mening ishim. Bu Ramazon men uchundir. Buning mukofotini men o'zim beraman. Sen aralashmag'in deydigan Alloh taolo farishtalarga. Shuning uchun mana bu muborak Ramazonni g'animat bo'laylik, toki mana bu Ramazonning har bir nimasiga amal qilgan holatda, shartlariga, qoida qonunlarga amal qilgan holatda roza tutishga harakat qilaylik, toki buning mukofotini yaratgan zotning o'zidan olaylik aziz qarindoshlar. Va siyamu junnatun dedi. Bu roza qalqondir dedi. İnsanni baloyi ofatlardan, do'zax azobidan, musibatlardan to'sib turadigan qalqondir dedi. Roza oddiy narsa emas, bu qalqon do'zax azobidan saqlaydigan, do'zax azobidan qutulishimizga sabab bo'ladigan qalqonlardan iboratdir aziz qarindoshlar. Fa iza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus va la yaskhab dedi. Agar sizlardan biringlar roza tutadigan bo'lsa, mana bu Ramazonda sert gap qilmasin, boshqalar bilan jidallashib, talash tartish qilmasin deydi. Ramazon shunday ibodatki, biz bu Ramazonda o'zimizning go'zal odob axloqimiz bilan, oliy janob fazilatlarimiz bilan boshqalarga ulgu namuna bo'lishimiz lozim. Roza tutib turishlik, boshqalar bilan urushadigan, boshqalar bilan jidallashadigan, tortishadigan, va boshqalarni g'iybat shikoyat qiladigan mana bunday ishlarni qilmasligimiz lozim aziz qarindoshlar. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, agar uni bir inson tillaydigan bo'lsa yoki u inson bir inson uning bilan urushadigan bo'lsa, falyaqul inni soimun. U inson birodar, men roza tutganman, men siz bilan tillasholmayman, men siz bilan urusholmayman, meni afv qiling, meni kechiring, men roza tutganman deb aytsin dedi. Boshqa vaqtda, normal vaqtda inson men rozadarman desa riyo bo'lib qolishi mumkin. Ham hech kim bu yerda roza oy bo'lmasa, bir roza tutmasiz, nimaga sen endi urushib qolsak men rozadarman deysan deb boshqa oylarda riyo bo'lib qolishi mumkin. Ammo Ramazon oyida men rozadarman deyish bilan bu amal riyoga kirmaydi ekan aziz qarindoshlar. Shuning uchun achchig'imizga hay berib, mana bu oyda nihoyatda sabrlik bo'lmog'imiz, hamma narsaga toat ibodatga ham sabr qilishimiz, yana qo'limizdan kelgancha toat ibodatlarni qilishimiz lozim. Shayton undaydi ekanki, Qur'on o'qimagin, nafl namoz qilmagin, tili o'qib olasan, ana o'qib olasan, tahi vaqt ko'p deb mana shunday vasvasalarni solishi mumkin. Ma kino yaxshiki, mani ko'rib olgin va ajab yaxshi bo'layotdi. Ma xabar, noch xabarkin deb mana shunday safsatalarga vasvasalar bilan shayton aldishi mumkin. Ammo Ramazon bilganimizdek sabr oyi, mana shu toat ibodatlarga, mana boshqalarning azorlariga, kulpatlariga ham sabr qiladigan sabr oyidir. Shuning uchun mana bu oyda nihoyatimi muloyimlik, nihoyatimi chiroyli,
taat ibodatga berilgan shaytonlardan uzoq bo'ladigan insonlardan bo'lmog'imiz lozim aziz qarindoshlar. Vallazi nafsi Muhammad biyadihi la khalufu fami as-sa'im atyabu indallahi min rihil misk dedi. Muhammadning jini ilkida bo'lgan zot Alloh bilan qasamki dedi payg'ambar alayhisalom. Mana bu roza tutquvchining og'zidan chiqayotgan puroq Allohning nazarida mushka ambar puroqidan ham xushpuroqliqroqdir dedi. Mana bu xushpuroq insonda roza tutgan paytda bir narsa yemaganligi uchun oshqozon mana shundoq ba'zi bir yaxshi ko'rilmaydigan, yomon ko'riladigan puroqlarni ishlab chiqaradi. Shuning uchun mana bu puroq aslida Allohning nazarida mushka ambar eng oliy xushpuroqlardan ham afzalroqdir deydi aziz qarindoshlar. Lis-so'imi farhatan yafrahuhuma dedi. Roza tutgan kishi uchun mana bu Ramazonda 2 dona xursandchilik bordir dedi. Birinchisi iza aftara fariha bi fitrihi. Birinchisi bo'lsa inson rozasini ichayotgan vaqtda, ya'ni iftor qilayotgan chaqda rozasini ochganligi uchun nihoyatda xushal bo'ladi. Alhamdulillah vaqt soati yetib keldi. Ey Rabbim, tutgan rozamni dargohingda qabul qilgin, gunohlarimni mag'firat qilgin deb mana bu ichishimiz bilan badallarimiz yayraydi. Mana bu xurmalar bilan, mana bu nozik ne'matlar bilan nimani topgan bo'lsak, ana shu topgan narsalar bilan rozimizni ichishimiz bilan bag'ri dilimiz yayraydi. Mana bu bir xursandchilik dedi. İnsanlar mana shu iftor bo'lishdan oldin dasturxonni ochib qo'yib, mana bu qo'lidan kelgancha turli nozik ne'matlarni dasturxonga tizib, mana bu nozik ne'matlarga qarab, Robbisini zikr qilib, Qur'on tilovat qilib, Robbisini zikr qilib, atrofida bola chaqalari bilan jamu jam bo'lib, mana bu o'ltirib, Allohni zikr qilib, mana bu nozik ne'matlarni yegisi kelsa ham tahi iftor vaqti bo'lmadi deb sabr qilib, o'ltirgan bandisiga Alloh taolo faxrlanib farishtalarga, ey farishtalarim, qaranglar mening bandalarimni. Dasturxonda nozik ne'matlari turibdi. Mana bu nozik ne'matlarni yeyman desa, yeyishga qurbi yetar edi bandamning. Ammo mening roziliqim uchun mendan qo'rqib iftor soatini kutib turibdi. Mana bu qaragan, mana bu bandalarimni deb Alloh taolo farishtalariga faxrlanadi ekan aziz qarindoshlar. Chunki mana bu iftordan oldin qilingan duo mustajabdir. Shuning uchun aziz qarindoshlar, u yoqda u narsalarni ko'rib, bu narsalar bilan g'aflatda bo'lib, Ramazon iftor azon o'qilishi bilan darhol kelib iftorlikni ochmasdan aziz qarindoshlar, iftordan 5-10 minut oldin, yarim soat oldin mana bu dasturxonda undan oldin hamma ishlarni qilib olib, iftordan burun mana bu dasturxonda jamu jam bo'lib, bola chaqalar bilan birlikda Allohni zikr qilib, vaz nasihatlarni aytib, farzandlarimizga ham vaz nasihatni qilib, diniy kitoblarni bo'lsa, qo'lim baxsh bo'lsa, iloj bo'lsa bir diniy kitoblarni mana bu bir oy Ramazon rozasida o'qiydigan qilib, iftordan oldin mana bu kitoblarni o'qib, bola chaqalarimizga ham diniy ta'limni beradigan bo'lsak, Qur'on o'qib bola chaqalarimizga anglatadigan bo'lsak, va iftorning bo'lishini kutib turadigan bo'lsak va oxirida chiroyli duolarni qiladigan bo'lsak, arzu istaklarimizni Alloh taolodan tilaydigan bo'lsak, mana bu chaqda qilingan duo mustajabdir aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bu Ramazondagi iftor vaqtidagi duolarni g'animat bo'laylik, g'aflatda o'tib ketmaylik aziz qarindoshlar. Bu birinchisi, og'iz ochadigan vaqtidagi insonning xursandchiligi. Ikkinchisi, va iza laqiya robbahu fariha bi sawmihi dedi. Ikkinchisi bo'lsa, qiyomat qoim bo'lganda Alloh taolo ayna soimun, roza tutquchilar qana deb nido qilgan chaqda, ana shu chaqda roza tutquchilar o'rinlaridan turib, Robbilarining huzurida hozir va nozir bo'lganda ularga beriladigan
mukofotni ko'rganda inson nihoyatda xushal bo'ladi. Tutmagan insonlar ana shu kunda afsus nadomatlar chekadi, pushmon nadomatlar qiladi. Ammo u kunda qilgan pushmon nadomatning hech bir foydasi yo'qdir aziz qarindoshlar. Shuning uchun Ramazon ro'zasini tutaylikda qiyomatning dahshatidan, qiyomatning azobidan saqlanib, Rabbimizning rahmatiga, mag'firatiga erishaylik aziz qarindoshlar. Başka bir rivayette aytadikanki, yatruku ta'amuhu ve şarabuhu ve şahvetuhu min ajli as-siyamu li ve ana ajzi bihi vel hasanatu bi ashri amsalha dedi. Çünkü benden mana bu Ramazanda yeyishini tashlaydi. Yani tamoq yemaydi kunduzi. İchimlikni usab ketgan taqdirda ham ichmaydi. Shahvoniy havaslarga berilmaydi. Nima uchun? Min ajli, men tufayli deydi. Men uchun ro'za tutganlik uchun yeyish, ichish va shahvoniy havoyi havasliga berilishdan o'zini to'sidi. As-siyamu li va ana ajzi bi. Shuning uchun Ramazon men uchundir, buning mukofotini men beraman deydi. Farishtalar beradigan bo'lsa, bir qilingan savobning mukofotini farishta beradigan bo'lsa, Alloh taolo u farishtaga belgilab qo'ygan. Savobga savob bergin. Mana bu bir savobga 10 ta qandaq bir inson bir yaxshilik qilgan bo'lsa 10 savob bergin deb, va buni 700 hassigacha ko'paytirgin deb Alloh taolo belgilab qo'ygan, beradigan savobni. Ammo qilgan gunoh uchun bir gunohga bir gunoh yoziladi aziz qarindoshlar. Ammo Ramazonda bo'lsa Alloh taolo savobningki koni Alloh taoloda. Alloh taoladan hech kim hisob kitob olmaydi. Shuning uchun Alloh taolo hassilab, tonnilab, tag'lab nihoyatda chegarasiz berib o'tadi. Shuning uchun mana shundoq Alloh taoladan savobni ilishga tirishaylik aziz qarindoshlar. Ramazon mana shundoq buyuk oy. Bu oyda qilingan taat ibodat boshqa hech qanday bir oyda qilingan taat ibodatga o'xshamaydi aziz qarindoshlar. Val hasanatu bi ashri amsalha. Har bir qilingan yaxshilik 10 hassa ko'paytirib savob beriladi deydi. Mana bu Ramazonda bir nafla ibodat qiladigan bo'lsak, bu boshqa oyda qilingan 70 ta farzga barobar savob beriladi ekan aziz qarindoshlar. Bir nafli ibodatga, bir sunnat ibodatga 70 ta farzningki savobini beriladigan bo'lsa, bir farzni ado qiladigan bo'lsa, buning savobini hisoblashga mana bu bizning tilimiz ojizlik qiladi aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bu Ramazon oyida zo'liqni yeb bo'lgandan keyin bizdam yetib olayda bomdodni qazo qilmaylik. Bomdod namozi farz aziz qarindoshlar, vaqtida o'qishimiz farz. Uxlab qilib kun chiqqanda o'qisak, mana bu bir farzni ado qildim deb ikkinchi farzni qo'ldan berib qo'ygan bo'lamiz. Bu nihoyatda cho'ng gunoh aziz qarindoshlar. Shuning uchun shaytonning mana bundoq vasvasalariga ergashmaylik aziz qarindoshlar. Zo'liqni yeb bo'ldikmi? Taat ibodat qilaylik, nafli ibodat qilaylik, Qur'on tilovati qilaylik. Diniy kitoblarni o'tirib bola chaqalarimiz bilan kelinglar. Men sizlarga payg'ambar alayhisolamningki mana bu hadisini o'qib beray, yoki mana bu diniy kitoblarni o'qib beray, yoki Qur'onning mana bu oyatining tarjimasini o'qib beray deb mana shu bola chaqalar bilan ozgina nima qilib, ilmiy majlis qilib, keyin mana bu bomdod namozini jamoat bilan o'qib oladigan bo'lsak, bütün savoblarni biz olgan bo'lamiz aziz qarindoshlar. Ramazon ro'zasini tutdim deb bomdodni qazo qiladigan mana bundaq g'aflatda qolmaylik aziz qarindoshlar. Xo'sh. Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة
لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد متفق عليه. Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Jannatda Rayyan deb atiladigan bir eshik bo'lib, qiyomat kuni uningdan ro'za tutganlarla kiradi dedi. Mana bu Rayyan jannatidan, Rayyan eshigidan faqat mana bu hayoti dunyoda ro'za tutgan insonlar kiradi. Başka insanlar kirolmaydi. Namaz o'qigan insonlar ham kirolmaydi. Jihad qilib shahid bo'lgan insonlar ham kirolmaydi. Mana shundoq go'zal jannatning birsiga hayoti dunyoda ro'za tutgan insondan boshqa insonning kirishi man qilingandir aziz qarindoshlar. Alloh taolo sizni bizlarni mana shu Rayyan jannatidan kiradigan bandalarning qatoridan qilishini Allah Teala'dan ümit qilib qolamiz aziz qarindoshlar. Boshqalar kirolmaydi. Ro'za tutquchilar, boshqa hech kim kirolmaydi mana bu eshikdan. Rayyan degan jannatning eshigidan ro'za tutmagan inson kirolmaydi. Yuqalu ayna soimun. Ro'za tutquchilar qayerda deb nido qilinadi aziz qarindoshlar. Fayaqumun. Ana shunda ro'za tutquchilar insonlar o'rnidan turdi. Başka tutmagan insanlar o'rnidan turaman desa, o kunda o'rnidan turolmaydi. Hayoti dunyoda sizni bizlarga juz'iy ixtiyorlarni berib qo'ydi. Alhamdulillah, Xudoga shukr, turaman deb tura olamiz, o'tiraman deb o'tira olamiz, yotaman deb yota olamiz aziz qarindoshlar. Ammo u kunda sajda qilinglar deganda, hayoti dunyoda sajda qilmagan inson sajda qila olmaydi. Ro'za tutquvchilar qayerda deganda, turinglar deganda ro'za tutgan insonlarla tura oladi, tutmagan insonlar o'rnidan midilyanmaydi, tura olmaydi aziz qarindoshlar. Mana bu juz'iy ixtiyor qiyomat kuni u insonda bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bu hayoti dunyoni g'animat bo'laylik, taki qiyomatda ana shu Rayyan degan jannatdan kirishga muvaffaq bo'laylik aziz qarindoshlar. Fa iza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Mana bu ro'za tutquchi insonlar mana bu Rayyan degan eshikdan jannatga kirgandan keyin jannatning darvozasi taqiladi, yepiladi deydi. Ve bu eshikdan boshqa hech kim kirolmaydi. Faqat chunki bu Rayyan degan jannat hayoti dunyoda Allohning roziligi uchun ro'za tutgan insonlarga xos qilingan jannatdir. Bu jannatning ta'rifini qilishga insonning tili ojizlik qiladi. Ta'rifini qilib tugatgili bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Shuning uchun hayoti dunyoning mana bu 5 kunlik shahvani havoyi havaslariga berilmaylik da Allah Teala'ni rozi qilaylik. Mana bu Rayyan degan jannatga kirishga muvaffaq bo'laylik aziz qarindoshlar. Abu Sa'id Khudri radhiyallohu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا متفق عليه. Abu Sa'id Khudri radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: Har qandaq bir banda Allah yo'lida bir kun ro'za tutsa, ya'ni qandaq bir inson Allah uchun bir kun ro'za tutadigan bo'lsa, shu bir kunning sababi bilan Allah o adamni do'zaxdan 70 yillik yiroq qiladi dedi. Allah uchun bir kun tutilgan ro'za 70 yillik do'zaxdan uzoqda tutiladigan aziz qarindoshlar. Mana buningdan ham ro'zaning ne kadar büyük bir ibodat ekanligini bilib olishimiz mumkin.
payg'ambar alayhissalom hadislaridan birida ham ro'za tutqin chunki buning tangdishi yo'q ibodat degan. Ro'za tutqinki chunki buning tangdishi yo'q ibodat. Ya'ni bu ibodatga tang keladigan ibodat yo'q deb ana shu payg'ambar alayhissalomning huzuriga kelib savol so'ragan sahobalarga ro'za tutqin chunki buning tangdishi yo'q, misli yo'q. Bunga tang keladigan ibodat yo'q degan aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bu muborak Ramazonga ham Alloh taolo bizlarni yetkizdi, sizni bizlarni yetkizdi. Mana bu muborak Ramazon oyida turibamiz. Alloh taolo hammamizning tutgan ro'zimizni dargohida qabul qilsin. Ana shu Rayyon jannatidan kirishga muvaffaq qilsin. Yana Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Payg'ambar alayhisalom hadisida mundaq deydi: Kimki Ramazonni iymon bilan tutsa, ey Rabbim, sen mana shu Ramazon ro'zasiga yetkizding. Mana shu Ramazon ro'zasini faqat sening roziliking uchun tutayotaman. Meni ro'za tutadigan desin uchun emas, faqat sening roziliking uchun tutayotaman deb mana shu iymon bilan, mustahkam iymon bilan tutadigan bo'lsa, vahtisaban va mana shu tutgan ro'zamning savobini faqat sendan elishni xohlayman. Rabbim, mana bu tutgan ro'zamning savobini o'zing bergin deb savobini umid qilgan holda tutadigan bo'lsa, g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi. Bu insonning oldingi qilingan barliq gunohlari afv qilinadi deydi. Aziz qarindoshlar, mana shunday ulug' Ramazon oyidamiz. Bu oyni g'animat bilaylikda mana bu Ramazonni iymon bilan savobini umid qilgan holda tutaylik. U Ramazon tutibdi, men ham tutay. Tutmasam ro'za tutmaydi ekan bu. Ro'za tutmaydigan odam ekan demasin deb emas, balki Allohga ishongan holda, umid qilgan holda, savobini Allohdan tilagan holda tutadigan bo'lsak, oldingi qilingan gunohlarimiz mag'firat qilinadi ekan aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bu Ramazonni g'animat bilaylik. Bu payg'ambar alayhisalomning ummatiga berilgan ajoyib katta, nihoyatda cho'ng fursatdir. Mana bu fursatni g'animat bilaylik aziz qarindoshlar. Va yana payg'ambar alayhisalom aytdi ekanki, "Iza jaa Ramazon futihat abwabul jannah va ghulliqat abwabun nar va suffidat ash-shayatin." Muttafaqun alayh. Payg'ambar alayhisalom hadislardan birida mundaq deydi: Ramazon oyi kirsa jannatning eshiklari ochilib ketadi deydi. Jannatning eshiklari dag'dam ochilib ketadi Ramazon oyi kelishi bilan. Do'zaxning eshiklari taqilib qoladi. Shaytonlarga taqoq silinadi deydi. Oldingi darsimizda ham bu haqda to'xtalib o'tgan edik. Shuning uchun Ramazon oyi kelganda jannatning eshiklari ochilib ketadi, do'zaxning eshiklari taqilib ketadi. Mana bu Ramazon oyining har kuni Alloh taolo qanchalagan insonlarni do'zaxdan ozod qiladigan kun ekan aziz qarindoshlar. Ramazon oyining har kuni Alloh taolo bandalarini do'zaxdan ozod qiladi ekan. Bu ham bo'lsa Ramazon oyining, Ramazon kunlarining nihoyatda ulug' va nihoyatda cho'ng, buyuk ekanligidan dalolatdir aziz qarindoshlar. Mana bu Ramazon oyini Alloh taolo hammamizga xayrlik, barakatlik qilsin. Tutgan ro'zlarimizni Alloh taolo dargohida qabul qilsin va tutmagan qarindoshlarimizga bo'lsa Alloh taolo insof, hidoyat, tavfiq bersin va boshqalarning ro'za tutishiga ham bizlarni sabab qiladigan sababchilardan qilsin Alloh taolo. Aziz qarindoshlar, hammamiz o'zimizning do'st, yor, birodarlarimizga, qarindoshlarimizga mana bu Ramazon ro'zasining fazilati haqida so'zlab, tutmagan qarindoshlarimiz bo'lsa, ularga ham ro'za tutishga targ'ib qilaylik, da'vat qilaylik. Toki sizga agar bir inson siz tufayli ro'za tutadigan bo'lsa, ana shu insonga berilgan savobdan hech bir narsa kamaytirilmasdan Alloh sizga ana shu savobni beradi aziz qarindoshlar. Shuning uchun boshqalarning ro'za tutishiga sabab bo'ladigan solih, muttaqi bandalardan bo'lishni Alloh taoladan o'tinib so'raymiz.
alloh taolo mana bu tutayotgan ramazon ro'zimizni dargohida qabul qilsin, iymonda islomda sobit qadam qilsin. Keyingi darsimizda uchrashguncha xayr, aman bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. يشاطرني المحبة والهيام وينثر شعر